Hammaga assalomu alaykum. Bugun World Game 3-haftaligi. Bir nechta draftlar yana qo'yganman. 11 ta draftim bor. Xo'sh, bu yerda juda ham zo'r odamlar kelmagan. Va bu yerda Zlatan Ibrahimovich, Ronaldinho, Shomurodov. Mana shular yaxshiroq. Birinchi pakimizdan Walkout, Kolumbiya, Simi, Kolumbiya va Rios. Mana shunaqa futbolchi. Bo'lmaydi. Yana xo'sh, bittalikdan bosaylik. Yana bitta. Bu sezonda omadim kelmayapti. O'sha men 108-leveldaman. O'zbekiston, SB, UEFA, Ashmurodov. Bugun tongda O'zbekiston bilan Kolumbiya o'yini bo'ldi va O'zbekiston 3-1 bilan mag'lubiyatga uchradi. Afsuski, O'zbekiston zo'r o'ynay olmadi. Mozgovoy, menimcha Kanavaro zo'r trener qilmayapti va Kapati yaxshiroq edi. Lekin Kapasiyani olib tashlashdi va Walkout O'zbekiston, Simi, kim bu? Shukurov. Yaxshi o'zbek futbolchilari tushyapti. Va mana shu paketdan omadimiz yaxshiroq kelyapti va mana shu uchun bu pakni ochyapman. Bittadir oxirgisi va Walkout. Menimcha 117, ha. Simi, qanaqadir klub, davlatmi? Sadiki. Va bu yerdan eski mana shu kartalar. Ronaldinho juda ham zo'r o'ynaydi. Shardisga olsa arziydigan karta. Bu yerdan yangi futbolchilarimizdan buni maslahat umuman bermayman, faqat tezligi juda ham normal. Husanovdan ham tezroq ekan. Bu ham yaxshi ekan. Bu yerdan Dzeko umuman bo'lmaydi. 5 ga 5 oyoq to'g'ri, lekin bu yoqdan bu yoqlar past, Skilmoyes, Stamina hammasi past. Bu yerdan Xnaka umuman to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Defending kuchliroq, CDM o'ynab biladi chunki, lekin boshqa hamma Musur oyog'i ham. Zlatan Ibrahimovich 151 tezlik, 154 shotting, 140 passing, 148 dribbling. Juda ham zo'r karta. Qobiliyatlarini kamroq qilib olib kelishibdi va bu yerdan mana 5-3 g'ilay Nongron desa ham to'g'rilashadi. Mana bu yer tezlik normalni bo'lgani bilan tezlik, shotting, hamma narsasi normal, lekin oyog'i qiyshiq. Skilmoysan 4 yulduz elastikov fintini qila olmaydi. O'shaning uchun maslahat bermayman. Bu nima? Parashyut tashab qo'ya oladi ekan qobiliyati. Xo'sh, bu yerda shu eski Bellingham qaytibdi. Bellingham
normalna karta olishni maslahat beraman. Kamda o'ynasa zo'r o'ynaydi va SMLmi? Menga tushib bersa bo'ladi ekan. Modric ham har doimgi normal karta olishga arzigulik karta. Prosta juda ham tez charchaydi, staminasi juda ham past va elastik finter qila olmaydi. O'zi simiga elastik finter kerak emas. Espio juda ham zo'r. Bularni umuman maslahat bermayman, bularni gapirib o'tishga hojat ham yo'q. Tezligi faqatgina tezlik kuchli va mana bunda 5 ga 3 oyoq bu RVda o'ynarkan, naborot qiyshiq. Strikerda ham RMda ham o'ynab bilmaydi. Xo'sh, bu yerda ko'rib chiqqan bo'lsak, mana bu yerda ham bir nechta futbolchi qolib ketmadimi? Bu juda ham normal statistika va buni olib ham o'ynatishga ham va tushirib olsa ham sostavga qo'ysa bo'ladi. Juda ham zo'r o'ynaydi. Va bu yerdan Van der Sar kelgan. Meni eng yaxshi ko'rgan darvozabonim. Hozir hayotda ham, o'yinda ham juda ham zo'r turadi. İlk bora 120 kartali Van der Sar qo'shildi. İlk marotaba keldi, 2 sezondan beri kelmagan edi va bu safar qo'shildi. 153 Del Piro juda ham zo'r o'ynaydi. Buni aytishga til ham ojiz. Aylantirib deb olar ekan va 5 ga 5 oyoq. Oyog'i 5 ga 5. Driblingi 151. Juda ham shooting ham tezlik ham normalni 197 bo'ladi adashmasam, tezlikka full kuchaytirsa kamda o'ynaydigan odam. Imlandan juda ham zo'r. Olishga maslahat qilaman. Lichka unchalim zo'r emas. Buni LMda o'ynasa bo'ladi. Buni ham maslahat beraman. Shardisiga bilmadim, olsa ham bo'lsa kerak, menimcha bilmadim tag'in. King O'rfa shuning uchun bo'lmaydi, maslahat bermayman. Men 118 dan majbur qilib qo'yibman, lekin normal o'ynaydiganlarni. Xo'sh, yangi kelmoqchi bo'lgan futbolchilarni ham ko'rib o'taylik. Va bu yerda yangi kelmoqchi bo'lgan futbolchilarni qo'shib ko'ramiz hozir. Nima bo'lib qoldi? Mana. Mana. Semenyo va hozir pastdan ko'rib o'tadigan bo'lsak, bu futbolchimiz yaqinda keladi. Ismini o'qiy olmayman. Sinich time mashu ismi meni bilmayman. Qisqarog'i normal o'yinchi ko'rinadi menimcha. Xo'sh. Zo'r chidamliligi juda ham kuchli. Samada o'ynasa bo'ladi va buning qo'shimcha pozitsiyasi o'zi rama bo'lib kelardi-ku. Nima qo'yishibdi? Mayli. Hammasi normal, lekin buni tushirib o'ynasa bo'ladi, lekin sotib olishga arzimaydi agar qimmat bo'lib kelsa. Va bu yerda yana bitta 120 bor edi tepadan. Richard. Maslahat beraman, juda ham zo'r o'ynaydi. Buni SBda qo'yib o'ynasa bo'ladi, lekin SBda bilmadim qanday o'ynashini. Long shot. Shot Trevela deblar ekan. Zo'r. Maslahat beraman, olishga ham, tushirib o'ynatishga ham maslahat beraman. O'ynatish kerak bu futbolchini. Va Semenyo o'z normal futbolchi, lekin minus taraf bor. Elastik finterni qila olmaydi. Elastikni qilish kerak обязательно. Mana shu kelganda ocharman. Menimcha bu juda ham ko'p pozitsiyada o'ynab bilar edi, lekin hozirda unaqa emas ekan. Nimada o'ynab bilganda men olardim buni.
Kante judayam normal o'yinchi edi. Bilmadim, bu safar sal kuchsizroq qilishibdi. Arzon bo'lsa olib o'ynatishga maslahat beraman. O'g'ri uchun foydaliroq. Mana bularni olib yurishni, mana bularni olishni foydasi bormikin? Menimcha yo'q. Normalni o'ynamaydi. Bilmadim, o'g'ri ko'targani uchun o'ynasa bo'ladi. Lekin bunaqa zo'r emas, juda ham zo'r emas. Penalti nima qilasiz? Qobiliyati juda yaxshi emas. Faqat penalti deb tursak bo'lar ekan. Valverde buni keladi deb o'ylamagandim. Bu juda ham zo'r. Hamma narsasi bir tekisda va bu nima? Udarni aniq deb olar ekan. Buni udari ham zo'r, shtrafnoylarni teptirsa bo'ladi. Talantlari podkontrollar ekan va long passer, long shot taker. Varday to'g'ri yuborib bilar ekan. Mana bu kelmadi menimcha. Buni olishga maslahat bermayman. Mana bu umuman kerak emas. Chalhan bu CD'da juda ham qo'ysa bo'ladi va hujumkor qilib tepsangiz ham bo'ladi. 5 ga 5 oyoq. Buni maslahat beraman, juda ham zo'r o'ynaydi. Marmush. Bu futbolchimiz skill movislari yaxshi emas va staminasi ham uncha chidab bilmaydi va uni almashash kerak. Buning uchun bo'lmaydi. Lekin agar zaxiraga odamim bor desangiz, buni o'ynasa bo'ladi, juda ham zo'r o'ynaydi. Musor karta. Va 118 lardan normalniy karta kelarmikan? Kukurella kelar ekan, 119 lardan o'ynatishga arziydi. Sal bo'y pastroq, zo'r. Martinez. Bo'lsa kerak, normalniy tursa kerak, bilmadim. 119 normalniy tursa kerak. 1 ga 1 da zo'r turar ekan. Bruno Fernandes. Bu 120 kartasini ola olmaganlar uchun juda ham zo'r karta. O'ynatishga maslahat beraman. O'yinda umuman charchamaydi va mana bunda 5 yulduz stamina va 4 yulduz skill moves. Buni hamma narsasi juda ham zo'r. Buni qo'shimcha valchasi simi. Simida o'ynasa juda yaxshi o'ynaydi. Simida o'ynatish kerak buni. Keyin kelar ekan, mana bular kim? Kartalar qanaqa karta? To'xtayna. Yangilanish kelib qoldi. Yangilanishmi bilmadim, nimadir keldi menimcha. Hozir mana bu qilgach pauzadan ochaman. Sizlarga shu yerda aytib o'tadigan gaplarim, meni 50 ta obunachi qilish kerak va stream yoqishni boshlashim mumkin va Telegram kanalimni silkasini qo'yib qo'yganman kanalimda va mana shunga o'tib maslahatlar va chatda gaplashishimiz mumkin. Nima qo'shildi yoki biron nimadir bo'ldimi? Xo'sh. Va Telegram kanalimda yangi qachon video qo'yishim va yangi kartalar kelishi qo'yiladi. Shuning uchun o'tib Telegram kanalimga a'zo bo'lib qo'ysangizlar bo'ldi. Yangilanish kelmagan nimadir bo'ldi. Shardisni ko'rib o'raylik. Qancha bo'libdi? Men cherkini olmoqchiman Shardisdan. Nimaga desa, zo'r o'ynar ekan.
yoki Sherki yoki boshqasi ko'ramiz. 17.000 20.000 ta общий hisobda va bu yerdan bitta futbolchi olib Sherkini olsam bo'ladi. Xo'sh, Sherki 25.400 ta. 500 25.000 3000 ta topsam Sherkini olarman. Yoki Kilianni harakat ko'rsam bo'larmikan. Bilmadim, sezonning boshida xato qildim. Mana shu xatom tufayli bo'lib turibdi. Burjimo Zashnikov olganman. Aytganimdek, Telegram kanalimga yozib qo'yinglar va obunani 50 ta yoki 100 ta qilaylik va 30 ta yoki 40 ta like qilsangiz, men yangi video chiqaraman va Cherkini yoki boshqa futbolchilarni olganimni va garantimni ochganimni chiqaraman. Shuning uchun tezroq like bosib qo'yishingizni so'rab qolardim. Sizlar bilan Shoh Gaming.